ko'p narsalarni yaxshi ko'rasizlarmi? Ko'p pullarni yaxshi ko'rasizlarmi? Ko'p energiyani yaxshi ko'rasizlarmi? Kuch ko'p bo'lsa, duh ko'p bo'lsa, qo'ying rejalaringiz. Duh ko'p bo'lsa, pullaringiz cheksiz bo'lsa, imkoniyatingiz cheksiz bo'lsa, energiyangiz cheksiz bo'lsa, holatingiz, xursandchiligingiz cheksiz bo'lsa, baxtingiz cheksiz bo'lsa, vashe shikarni. Efir eshitayotganlar ko'p bo'lsa, savol berayotganlar ko'p bo'lsa, energiya ko'p bo'lsa, super klassno. Конечно, yaxshi ko'raman. Ustoz yaxshimisiz? Da, yozinglar, ko'p yuruvchilik qilinglar, ko'p, yana ko'pchilik kiradi. Ko'plik pozitsiyasidan, tak, qullik pozitsiyasidan chiqa olmayman. Sizda qullik ko'pda, shuning uchun bu pozitsiyadan chiqa olmayapsiz. Cheksiz baxt, cheksiz pul, cheksiz imkoniyat, cheksiz yaxshilik, cheksiz baxt, xursandchilik. Mana shu narsa ko'p bo'lishi kerak-da. Mana hozir misol uchun ko'p bo'linglar, ko'payishinglar deyapman, ko'p. Bu meni aslida ichki holatim. Men даже buni sizlarga ham aytmayman. Men o'zim ichki holatimni shunaqa his qilaman. Shuning uchun ko'proq qizlar kirsin, ko'proq eshitsin, ko'proq bo'lsin deyapman-da. Bu o'zimni prosta ichki energiyamni sizlarga namoyish qilaman. Shuning uchun bugun energiyam ya'ni juda ham ko'p, ya'ni sizlarga ham yetadigan darajada bo'lyapti. Поэтому spontanniy efir qilardim. Qiziq savolingizga javob beraman. Aytganingizni hammasini qilaman. Erkinlik xohlayman, juda ham xohlayman. Tak, Diloram. Qaysi Diloram? Bugun bitta Diloram bilan ishladim. Konsultatsiya bo'ldi bizada. Siz u Diloram emassiz. Ko'plik mo'jizasida o'qidim. Ko'plik qalb mo'jizasida-da. Qalb mo'jizasi aslida sehrli bir darsda u. Bizani qaranglar, miyamiz odatlangan shaklda na avtomatim o'zi ishlaydi, harakat qiladi. Na avtomatim. Bizi miyaga faqatgina yo'nalish ko'rsatsak, o'zi mana shu shuni o'zi yetarli bo'ladi. Qalb mo'jizasi shunaqa kurslardan biri hisoblanadi. Ya'ni inson diqqatini, energiyasini misol uchun xohishiga, holatiga, niyatiga, orzusiga, borligiga qaratadi. Bor narsalarni ko'rish boshlaydi-da. Mana shu joyda agar inson diqqatini faqat o'sha narsada ushlab tursa, mo'jiza kutilmagan joyda sodir bo'ladi. Chunki bizning hayotimizda hamma narsa o'zi shundoq ham sodir bo'ladi. Biz bu uchun nimadir harakat qilib, ko'p ishlab, ko'p pul topib, katta joyda ishlab, institutlarni 10tasini bitirib, boy erga tegib, mana shunaqa qilishimiz shart emas. Tushunyapsizlarmi? Bizani diqqatimiz, vnimaniyamiz, ya'ni hozirgi bor narsada, xohishda, orzuda, niyatda bo'lishi kerak. Agar sizni diqqatingiz mana shu vnimaniyingiz mana shu holatda bo'lsa, hech narsa qilishingiz ham shart emas. Yashab bersangiz bo'ldi, hozir o'sha yerda. Tushunyapsizlarmi? Lekin agar siz bajarmasangiz, u narsani qilmasangiz, u narsanida yashab o'tmasangiz, yashab bermasangiz, borligingizni his qilmasangiz bo'ldi, o'tmishingizga tushib qolasiz. Bu qalb mo'jizasi shunaqa darsliki, tushunasizmi, tushunmaysizmi, bajarishingiz kerak bo'ladi. O'zi reaksiya ishga tushadi. Tushunasizmi? Ximiya o'zi ishga tushadi. Fizika o'zi ishga tushadi. Tak, hozir to'xtanglar. Yo'qotib qo'ydim men sizlarni. Chalg'ib. Tak. Savolingiz bo'lsa bering. Bu kurs uyg'onishga olib keladi-da. Mazza-ku, biz ham sizdek bo'lsak, havas qiladi. Men ham cheksiz ko'p bo'lishni xohlayman. Qo'lingizdan keladi, faqat bunga o'qish kerak. Men erkinlik
ko'p ichimda xohlayman deb o'ylayverardim. Xiyonatli narsa bo'lib ketdi. Sildi kontaktlar. Так. Hozir man ko'ray. Давайте qo'lingizni ko'taring. Kimnidir diagnostika qilamiz. Shahlo, qo'lingizni ochdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Yoshingiz nechida? 37 ga kiraman. Aha, qachondan beri meni kuzatasiz? Yaqindan beri. Aha. Ko'p bo'lmadi. Aha. Bering, nima savolingiz bor? Menda munosabatlar bilan ozgina qiyinchilik. Oxirgi paytlarda shu anaqa hissiy bog'lanish deydimi? Savol. O'sha qiynayapti. Bunaqa narsaga qanday odam tushib qoladi? Nimani anglashim kerak? Shuni javobini topolmayapman. Ochiqroq savol. Bu обобщенный savolda. Bu sizning savolingiz emas, bu hammaga tegishli darsli, bir marafonli, bir kursli yoki bir unga mavzu tanlab, mana shu hissiyotlar haqida bir mavzu tayyorlanadigan savol. Bu sizning savolingiz emas. Общий savol. O'zingizning savolingiz? Menda bo'layotgan vaziyat shuda. Xo'p, osonrog'i, xo'p, pulsizlik masalasi. Nimadan kelib chiqishini sabablari. Bu ham общий savol. Nima qiladi? Pulsizlik desangiz, men pulsizlikni million xil rakursini aytib berishim mumkin. Men sizning savolingizga kerak. Siz qilayotgan savol. Hozir men bilan sodir bo'layotgan hodisalar shu edi. Men bilmayman. O'zim sodir bo'layotganini qanday siz bilan yashamayman. Xo'p, podrobno aytsam vaqtingizni ko'proq olib qo'yaman. Yo'q, bitta savol bilan ayting. Men nima siz men bilan sodir bo'layotgan vaziyat bo'lsa, nima sodir bo'lyapti bilan? Turmushda xiyonat qildimi yoki siz pul bermayaptimi yoki qaningiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmayaptimi yoki pul topmoqchisiz, ishga kira olmayapsizmi? Konkretni siz savolingizda, pul desangiz, pul mavzusi juda ko'p. Pul mavzusiga odamlar seminarda, treninglar, kurslar o'tadi. Hop, turmush qurishim kechikyapti shu. Turmushga chiqmaganmisiz hali? Turmushga chiqqanman. 15 yil bo'ldi ajrashganimga. Men o'zim xohlaganday insonni uchrata olmadim haligacha. Mana bu o'zi o'zingizning savolingizga yaqin. Tushundingiz? Munosabatlar deyapsizda. Qaranglar. Men hozir tushuntiray sizga, nimaga siz bunaqa savol berdingiz, men sizga nimaga bunaqa yana savol qaytib bera olmayman. Biz o'zimizni og'rig'imizni bekitishga o'rganib qolganmiz, tushunyapsizlarmi? Ya'ni uyat hissi kuchli, odamlar nima deydi degan his kuchli, birov bilib qolmasin sirimmi degan vaziyat kuchli. Misol uchun, men to'g'rimda yomon o'ylab qolishmasin, men birovga yomon ko'rinib qolmaydigan his bizda o'ta kuchli bo'ladi-da. Shuning uchun biz o'rganganmiz. Qog'ozga o'rab, ichimizdagi hislarimizni ichimizga tiqib, bekitib, misol uchun uyat bo'lmasin, gapirmasin deb o'zimizni namoyish qilgani qo'rqamiz. Tushunasizmi? Borimizni namoyish qilgani qo'rqamiz. Mana nimaga munosabatlaringizda hali ham mana shunaqa, ya'ni ajrimga keldingiz, misol uchun, yana hayotingizga boshqa insonni kirgiza olmaysiz. Потому что hali ham shu hisda yashaysiz. O'zingizni borizcha namoyish qilgani qo'rqasiz. Agar o'zingizni borizcha namoyish qilsangiz, sizni boshqa odam sizni mana shu bekitgan tarafingizni ko'rib qolishidan qo'rqasiz-da. Ya'ni o'zingiz namoyish qilamiz, qo'rqasiz-da. Shuning uchun tanlaysiz. Xuddi mana menga to'g'ri keladi, mana menga to'g'ri kelmaydi, mana menga misol uchun men menga ochilsam bo'ladi, men menga ochila olmayman. Insonga, erkak kishiga ishonch bo'lmaydi. Tushundingiz? Mana hozir bu yerda hammani oldida ham bitta savolni
bir nechidir rakursda berdi. Men aytaman, bu kurslik bu, bu konsultatsiyalik bu, bu bir katta seminarli mavzu, bu bir katta bir ma'rifatli mavzu. Bu sizni savolingiz emas, mana. Ya'ni qog'ozga o'rab, qo'rqib va shunaqa beryapsiz-da, tushunasizmi? Ya'ni men to'g'rimda nimadir bilib qolishmasin. Men to'g'rimda bu даже bilasizmi, betigili sizni hech qaysi tanimasigligi mumkin. Beti sizni tanishingiz ham, qarindoshingiz ham hech kim bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasligi mumkin-da. Lekin sizni miyangizda, sizni fikringizda, sizni ichingizda mana shunaqa ya'ni fikr bor, his bor, o'zingizni bekitish, o'zingizni olib qochishingiz. Qancha ko'p o'zingizni olib qochaversangiz, qancha ko'p sirlaringizni ichiga kirib ketaversangiz, qancha ko'p o'zingizni namoyish qilishini bilmasangiz, bo'ldi. Siz yopiqsiz. Ya'ni siz borliqqa yopiqsiz, prostranstvoga yopiqsiz, o'zingizni kengaygan bilimingizga, ilmingizga, hayotingizga yopiqsiz. Xuddiki inson bitta xonaga kirib oldida, boshqa xonaga kirgani qo'rqadi. Boshqa xonaga kirsam, xavf bor deb o'ylaydi. Men o'zimni hozir meni ko'rib qolsa, meni yoki talashadi, yoki uyatga qo'yishadi, yoki осуждать qilishadi, muhokama qilishadi. Men lutchi mana shu bitta qobig'imda, bitta xonamda o'tirishim kerak deydi. Tushundingizmi? Tashqariga chiqmaysiz. Tashqariga chiqmasangiz sizni hech kim ko'rmaydi. Xo'p, nima qilishim kerak? Endi qo'rquvlarimni yoki siz aytayotgan narsalar yengish uchun. Hozir ham masalan sizga birinchi berganimda o'zim anglamagan holatda o'sha qo'rquvimda balkim siz aytayotgan narsani tushunmasdan turib bergandirman shu savolni. Tashqariga chiqishni, Masalan, men bu yoqda o'ylamadim, men tanigan odamlar o'tiribdi deb o'ylamadim. Ongsiz balkim это sizni bessознательный состояние, shuning uchun turamiz. Demak, ras mana shunaqa bessознательный состояние bormi? Bu состояние demak bekorga yaratilmadi, bu shakllangan, bu programma уже, Да. Yillar davomida nakapливается, xuddi toma-toma ko'l bo'ladi deydi-yu, shunaqa tomib, уже bitta programma shakllangan. Demak, mana shu har bir uyat, qo'rquv, misol uchun odamlar nima deydi, men to'g'rimda boshqalar nima deb o'ylaydi. Misol uchun ko'pchilikda отличница sindromi bor-da, yaxshi qiz bo'lish pozitsiyasi kuchli. Mana shu pozitsiya kimlardadir menga misol uchun boshqalar nedostoyn, men yaxshiroq bilaman, men aqlliroqman, kimlardir aytadi men institutlarni bitirganman, nimadir. Men unga o'zimga teng bo'lgan inson kelishi kerak. Mana shu o'zingiz shakllantirgan, ichingizda anglanilmagan holda shakllantirgan programmangizdan tashqariga chiqishingiz kerak bo'ladi. Tushundim. Tashqariga chiqqaningizda, siz o'zingizni boricha namoyish qilishni boshlaganingizda, siz xohlagan inson bilan tajriba almashishga tayyor bo'lasiz. Потому что biz munosabat qurganimizda, biz tajriba almashamiz boshqa inson bilan. O'zingizni mana shu taraflaringizni ko'rishga, misol uchun qo'rquv tarafingiznimi, uyat tarafingiznimi, anglamagan o'sha qismlaringizni boshqa inson orqali ko'rishga tayyor bo'lasiz. Oxir marta tanishgan insonim ham yaxshi gaplashib qilardik. Oxir paytlar kelisha olmay, уже anaqa hissiy bog'lanish bor. Boya aytganimdek, anaqa gaplashmasak, qiynalib, nima yozmayapti, kutaman, anaqa qilaman, lekin yozganda yana anaqa gapimiz kelishmaydi, yana kelisha olmay, bir-birimizni уже ko'tara olmay qoldik oxirgi vaziyatlarda. Mana shu o'zingizni hali bu aytdim-ku, boshqa tarafingizni, ya'ni темная сторона души, bizani, ya'ni темная сторона души, ya'ni теневая сторона души bor-da. Как это сейчас в узбекском aytsam? Tushundim. Xuddiki oq tarafimiz bor, bir ideal o'zimizdan yasagan tarafimiz, haqiqatan ham bizda yana shunaqa tarafimiz bor. Biz qayerdadir sostradaniya qilamiz, kimgadir misol uchun yaxshilik qilamiz, mehr beramiz, sevgi beramiz. Доброта, mana shunaqa tarafimiz bor-da. Белая сторона, как бы, и теневая сторона. Misol uchun, теневая сторонani qora tarafimizdan deb aytaylik-da, темная сторона души deymiz. И mana shu joyda biz faqat sветлая сторона, oq tarafdagi tarafimizni ko'rsatishni xohlaymiz-da, o'sha insondan ham faqat o'sha narsani kutamiz-da. Shuning uchun munosabatga kiramiz shunaqa.
O'shani payida kirasiz, o'shani ilinjisida kirasiz. O'zingizni ham shunaqa men yaxshiman faqat deysiz. Undan ham o'sha narsani kutasiz. Lekin boya aytdim-ku, bizda boshqa inson bilan tajriba almashgan kelamiz. Mani yana темная сторона dushi bor-da. Mani shunaqa yana qora tarafim bor deylik. O'sha tarafimni ham ko'rishim uchun, anglashim uchun, tushunishim uchun mani hayotimga inson keladi. Lekin men undan faqat o'sha oq tarafimni qidiraman, o'zimni ham faqat oq tarafimni berishim kerak deb o'ylayman deymiz-da. Ammo темная сторона dushi bor-ku, da mana shu joyga chiqishmayapman yoki hozir tilimizga to'g'ri kelmayapti deymiz-da. И bo'ldi, ajrashib ketamiz. Na samom деле o'sha inson bizga mana shu qismimizni ko'rsatayotgan bo'ladi. Ya'ni tajriba olishimiz kerak bo'ladi shu tarafimizdan. Faqat shu o'zimni kutuvlarim alda etgan bo'lsa kerak-da. Siz aytayotgandek faqat yaxshi narsani. Shunaqa. А вот эта темная сторона, как будто unda ko'rib qolasiz, misol uchun темная сторона души deylik, да. Keyin aytasiz, menga не подходит, я не хочу, menga bu to'g'ri kelmayapti, я так не хочу deysiz. Keyin aytasiz, у меня такого нету deysiz. Ya'ni, men вообще unaqa emasman, menga вообще bu narsa to'g'ri kelmayapti deysiz. Aslida u bekorga kelmagan bo'ladi. O'sha sizni темная сторона dushi tarafingizni ishlashingiz uchun, anglashingiz uchun, qabul qilishingiz uchun u inson hayotingizga kirib keladi. Aha, tushundim Dildor opa, rahmat sizga. Tushunasizmi? Lekin mana shu bizani и светлая сторона, и темная сторона dushi bu bizani уже hayotiy tajribamiz bo'ladi. Ya'ni bu уже bizga o'tmishimizdan, onamizdan, otamizdan, ajdodlarimizdan, qarindoshlarimizdan, jamiyatdan berilgan da уже bu fikrlar bo'ladi. Mana shu joyda biz keyin уже prarabotka qilishimiz kerak bo'ladi. Liba biz tajribaga kirgani qo'rqib, misol uchun yashayveramiz. Siz qo'rqasiz tajribaga kirganida. Shu qo'rquvimni yenga olmayapman. Qanday qo'rqasiz? Qo'rqasiz. Ichimdan his qilaman. Потому что tajriba olgani qo'rqasiz, to'g'rimi-ku? Qo'rqasiz tajriba olgani, потому что ошибиться qilgani qo'rqasiz, ya'ni xato qilgani qo'rqasiz. Tushundingizmi? Aqlim bilan yo'q, qo'rqma, nimadan qo'rqasan, yo'qotadigan narsang yo'q deb turadi aqlim, lekin ichimda qanaqadir qo'rquv bezovta qiladi. Da, aql bu narsaga ishonmaydi. Unga 1000 marta ayting, ishonmaydi, chunki unda уже shunaqa tajriba bor. Biz ishlaganimizda, o'zimizdan ustimizda ishlaganimizda konsultatsiya bo'ladimi, kurs bo'ladimi, aynan mana shu biz yillar davomida yig'ilgan tajribani tahlil qilishni boshlaymiz. Uni tahlil qilganingizda, uni qabul qilganingizda, uni anglaganingizda, uni darsini olganingizda, siz уже tajriba olishga, kirishga tayyor bo'lasiz. Chunki siz bilib turasiz, bular hammasi sizga berilgan programma. Bu yerda уже aqlga qo'rqma, qaysigina qo'rqma bolakay, qo'rqma deydi-ku. O'shanga o'xshab o'tirmaysiz-da. Siz уже tajribaga tushundingiz tajribangizni, tushundingiz, angladingiz darsingizni. Bu yog'iga dalish men o'sha darsimni davom ettiraman. No уже, bu yerda уже сознание darajasi keng bo'lishi kerak. Осознание darajasi, ya'ni anglash darajasi, ong darajasi уже keng bo'lishi kerak bunaqa fikrlashga. Ya'ni buning uchun siz ko'p tajribalaringizni tushunib, anglagan bo'lishingiz kerak-da. Keyin siz aytasiz, "Aha, to'xta, men hozir yana bitta tajribaga kiraman, menda уже qo'rquv bo'lmaydi, потому что men bog'lanmayman eski o'tmishimdagi tajribamga." O'zimda keyin tez xafa bo'lib qolishni his qilaman-da. Tez xafa bo'lib qolishsam, shu narsani. Это программа. Tushunasizmi? Endi nimaga erkak kishiga ayol kishi erkak kishi bilan tajribasini almashishga tayyor bo'lmaydi? Nimaga ayol kishi erkak kishi bilan tajribalarini tushunmaydi, darslarini tushunmaydi? Потому что boya aytganingizdek, tez xafa bo'lib qolaverasiz, qo'rqaverasiz. Bu уже programma deganda, mana shu joyda eng asnova kim bu? Erkak kishi asnovasi kim? Erkak kishiga bo'lgan nazar ayol kishida, qiz bolada qatdan shakllanadi? Otadan shakllanadi. Demak, biz prarabotkani ota bilan qilamiz. Tushundim. Agar o'tmishimizdagi tajribani tushunmasak,
otadan shakllangan fikr, nazar hozirgi erkaga перекладываться qilaveradi. Avtomatim siz o'sha nazarni boshqa erkaklarga qo'yaverasiz. И u sizni o'tmishingizdagi kriteriya bilan bir xil bo'ladi. Og'zingizga mos kelaveradi. Siz shunaqa insonlarni даже hayotingizga olib kirasiz, o'zingiz anglamagan holatda. Ha, tushundim. Потому что bu dars bo'ladi, buni tushunish kerak bo'ladi, buni anglash kerak bo'ladi, buni ishlash kerak bo'ladi. Tushundim Dildor opa. His qiloldik. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Ustozlar bilan munosabatim yaxshi emas. Qayerdasiz desam, senga hisob bermayman deb aytadi. Ba'zan noaniq qolib ketaman. Так. Так, Diloram, qo'lingizni ochdim. Assalomu alaykum Dildor opa. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tuzimsiz? Rahmat. Men sizni qalb mo'jizangizni o'qidim. Yoshingiz nechida? 41. 41. Hammasini cho'tki bajardim. O'zi Madina degan qizim bilsalar kerak. Har kuni anaqa qo'llab-quvvatlab turdilar, maqtab turdilar, komplimentlar qilib turdi. 20-iyungacha qildim, adashmasam. Qanaqa holatingiz? Holatim yaxshi. Hamma kichkina mo'jizalarni ham boshida, to'g'risini aytsam, boshida tupa qildim. Rostdan ham tushunmagan holda qildim. Keyin nima bo'layotganini anglamadim ham, his qilmadim ham, menga hech narsa bilingani yo'q. Keyin уже odam o'zi qilavergandan keyin o'zi yo'l chiqib yo'lda ketaverar ekanda, shunaqa deb o'yladim. Boshida mana bunaqa bo'ladi, bunisi mana bunaqa bo'ladi deb yozib oldim. Keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz, menda shunaqa bo'ldi deyishga o'tdim. O'zim anaqa zakaz berishni o'rgandim-da. Masalan, men bugun ishxonada sitqildan ishladim. Shuning uchun bonusim, daromadim mana shunchaga oshdi deb yozishni o'rgandim. Boshida meni shuncha daromadim oshadi derdim-da, anaqa. Aql yo'l qo'ymasdi-da. Ishonqiramasdan oshadi deb yozardim. Keyin aql yo'l qo'ymadi. Oxiriga borganda oshadi. Bugun mana bunaqa bo'ldi. Keyin bilinar ekan. Oxiriga borib anaqa xuddi anavi chaqmoq chaqqandek, mana bu meni bonusim-ku. Voy, mana bu meni bonusim-ku deb o'tdim-da. Boshida o'zi bilinmas ekan, keyin bilinar ekan. Shu oxirigacha qildim. Hozir endi deklaratsiya yozmayapman, o'zimni daftarimga yozib yuribman. 4 tagina bo'lsa ham-da, masalan, men va oila, men va ish, men va tana, o'sha mashqlarimni qilyapman. Suvimni, kстати, suvimni ichishni вообще zo'r yo'lga qo'yib oldim. Ertalab 2 stakan suv ichaman. O'shani zo'r yo'lga qo'yib oldim. Keyin yurishni yo'lga qo'yib oldim. Mana sizlar bilan gaplashyapman. Hozir yurishga chiqqanman. Yuraman. Stadionimiz bor yonimizda. O'shani yo'lga qo'ydim. O'shanda bonusimni o'zi bilinadi, bonus. O'zimga yoqishni boshladim. Yengillashib yotaman, og'ir bo'lib yotmayman kechqurun. Keyin musor tashlamaslikni o'rgandim. Yo'lda to'g'ri, masalan, o'tib ketaverardim. Peshkom anaqani qidiraman, peshoxodda. Peshkom yursam, peshoxodda qidiraman, mashinada bo'lsam, o'sha o'zimni sekin shoshmasdan ketaveraman. Shu yana nima, ishxonada muhokama qilmaslikni o'rgandim. Bosh shunaqa g'iybatchi edim. Shunaqa, voy nima unaqa qiladi, nimaga hamma narsaga qo'shilaveradi derdim starshimizda. Hozir gapirsam, deb boshimni qimillatib turaman-da. To'g'ri. Shu rostdan. Shunisi yoqadi menga hozir.
anavi keyin g'iybat qilganimdan keyin anavi yo qalbdan yo aqldan javob berasan degan so'zu uyimga kelib nimaga ham gapirdim, nimaga ham qo'shildim, miyam o'chmas edida, nimaga gapirib qo'ydim yoki bir nimani atvet qila olmasam nimaga o'shani atvet qilmading, nimaga bittada atvet qilmading deb o'zim yerdim. Hozir umuman farqi yo'q. Nima deb o'ylaydi, jinni deb o'ylaydimi, anaqa gap qaytara olmadi, gap ichida qolib ketdi deb o'ylaydimi, umuman farqi yo'q. Chunki vaqtim ham yo'q u narsaga. Super. Munosabatlaringiz-chi? Munosabatlarim yaxshi emas. Mana munosabatlarim yaxshi emas. Nimaga kecha o'ylab qoldim. Unga именно bitta deklaratsiya, unga ham misol uchun vazifalar bo'yicha o'zingizga o'sha vazifalar bo'yicha bajarishingiz kerak bo'lgan narsalarni prям protsessda bajarganingizda ko'rardingiz-da. Xuddi mana men qanchalik g'iybat qilar ekanman, demak men bu yerda ham mana qilar ekanman deganini ko'rib qolishingiz kerak edi. Demak ko'rib qolmabsiz. Ko'rib qoldim. Erimga rosa ko'p erimni komplimentlar yozdim, motivatsiya bor, kompliment 5 kishiga. Har kuni erimga yozdim kompliment. Har kuni mana shunaqa narsa olaman. Bo'ldi, mo'jizalari bo'lmadi emas. Masalan, pul berishni boshladi. Yoki bo'lmasam bo'ldi, mo'jizalar yo'q deya olmayman. Lekin nimagadir kecha o'zimga o'zim o'ylab qoldim-da. Yotsam ham, tursam ham, yotsam ham iloyim alohida uyga chiqib ketib yurar ekanman-da. Keyin o'zimga o'zim kecha yana mana g'idi-bidi qilib qoldik-da erim bilan. O'sha yerda mana 4 xonali uyda yashaymiz, kvartirada. Qaynanam bitta xonada yashaydilar. Shunaqa ichimdan baqirgim kelyapti. Endi shunaqa anavi skовородка bo'lsa, skовородка bilan sop qolsam, sariq sochli qiz bor-ku. Skовородка bilan yigitiga urgandan keyin sevib qoladi yigiti. Xuddi shu shu bitta skоворodka bilan ursam-da keyin meni sevib qolarmikin deb xayolimda mana. Keyin shunaqa bor menda javob kelyapti-da, bu sen shuning uchun alohida chiqmaysan. Agar alohida uyga chiqib ketsang, sen o'zingni boshqara olmaysan. Men yutaman-da, mana qaynanam bor. Mana bunaqa narsa. Qarang Dilara, mana bunaqa narsa-da, mana уже mo'jizalar bo'lishni boshlagan, bonuslar bo'lgan, turmush o'rtoqlik beryapti. Lekin xuddiki o'sha to'yinmagan hissim bor-ku, mana misol uchun xumchani oling-da, uni siz misol uchun to'yintirmoqchi bo'lgansiz, orzu bilan to'yintirmoqchi bo'lgansiz, misol uchun pul bilan to'yintirmoqchi bo'lgansiz, erni sevgisi bilan yoki to'yintirmoqchi bo'lgansiz, erni sizga berayotgan misol uchun deylo emotsiyasi bilan yoki o'sha sizga qanaqadir ajratayotgan mehr yoki pul bilan to'ldirmoqchi bo'lgansiz, bonusini olgansiz. Mana bonusini ko'rgansiz. Aytasiz-ku, bonusini ko'rdim, erim pul berishni boshladi, nimadir o'zgardi, hayotim, yaxshilik, xotirjamlik, kel. Lekin men bu xuddiki xumchi to'lmayapti. To'ppa-to'g'ri. Qaranglar, men bugun bitta reels qo'ydim-da Instagramga. Menga bitta bola bunaqa dedi, nimaga dedi, odamlar dedi, narkomaniyaga berilib ketadi dedi-da. Nimaga narkoman bo'lib ketishadi dedi. Tajribadan kelib chiqib aytadi-da, shunaqa bolalarning orasida ko'p yuraman, bolalar narkomaniyaga kirib ketadi. Потому что hayotda lazzat yo'q, mazza yo'q, tushunasizmi? Hayotning mazasi yo'q, hayotning lazzati yo'q. Mana shunaqa paytda odam o'ylaydiki, hozir deydi, uy olsam deydi, mana shu xumcham deydi, to'ladi deydi. O'sha lazzat holatiga kelaman deydi. Lekin o'sha odam uy ham oladi, lazzat yo'q. Chunki men shunaqa odamlar bilan ham ishlayman-ku. Uy ham olgan, pulam bor, biznesi bor, cho'tki millioner, juda obro'li inson. Ko'p mana anaqa kesimda unaqa odamlar. Yoki hozir deb o'ylaydi, men mashina olsam, mana shu xumcham to'ladi deb o'ylaydi. Hozir men ko'p daromadli ishga o'tsam deydi, xuddiki o'sha dozamni olaman deb o'ylaydi. Tushunasizmi? Sizni nervsiz qilayotganingiz ham o'zi shundan bo'ladi. Xuddiki men dozamni ololmayman. Xuddiki narkoman dozasini ololmasa anaqaga tushadi-ku,
Ha, panikaga. Ha, panikaga tushadi ko'p. Panika. Nimadir qilgisiga. Yo'q, panika demaydi, nima derdi? Lomka. Lomkaga. Lomka. Da. Xuddi lomkaga tushadi-ku, mana shunaqa narsa bo'ladi-da. Hozir mana unga berilyapti даже doza. Misol uchun mana pul boshida unda lazzat yo'q edi, da. Kimdir aytadiki, davay deydi, senga deydi, hozir mana buni davay deydi, urib ko'r yoki chakib ko'r yoki tabletkani tashlab ko'r deydi. Voy, mazza qilasan deydi. Qiladi o'shanisini. Mazani qiladi, mazani ham oladi. Qarasa расслабляться qilyapti. Qarasa xuddiki hamma narsa zo'rdek, kayfdek bo'ladi, kayf holati bo'ladi. Keyin ozginchidan keyin bu lomka o'chadi. Mana endi buni hozir bizning tilimizga o'zgartiraylik. Bizi misol uchun deylu, tam ozgincha pul topdik, tam 100 ming pulimiz bor edi yoki 1 million pulimiz bor edi. Ras bizga 2 million keldi yoki ras bizga tam $300, $500 keldi. Siz mazza qilasizda, "Vau, klassno, erishdim" deysizda. Ras bu kayf holatingiz ketib qoladi ozgincha vaqtdan keyin. Bu sizga yana xuddiki shu dozasini, narkoman dozasini xohlagandek, siz yana boshqa dozani xohlayverasiz. Потому что inson lazzatlanmayapti, mazza qilmayapti u holatdan. Tushundingizmi? Keyin yana boshlanadi shunaqa lomka, da? Yana misol uchun o'sha narkomanda yana lomka boshlansa, u yana hamda ko'proq dozasini oshiradi. Qarabsizki, siz dozangizni oshiraverasiz, 100 mingni 200 ming qilasiz. Bitta misol uchun eringiz hech qachon jonim demagan edi, endi jonimga bo'ldi, to'yindim. Meni уже bu narsa qoniqtirmayapti. Даже уже jonim desa ham men уже stressовать qilyapman, потому что xuddiki menga уже bu jonim degani ham уже yetmayapti. Yo'q, men alohida yashashni xohlayapman. Tushundingizmi? Yoki alohida yashagani ham chiqib ketasiz. Bo'ladi unaqa protsesslar ham. Chiqib ham ketasiz. Keyin mana dozamni oldim deganda yana boshqa doza xohlab qoladi inson. Bu tuganmas protsess bo'ladi, tushundingizmi? Chunki Qarang, Dildor opa. Aha. Qarang, mana bunaqa bo'ldi-da, men o'zim savol berdim. Xo'p, uyga chiqsang nima bo'ladi dedim. Keyin menga o'zim ichimda aytibdi. Uyga chiqsang urush janjal bo'ladi. Uyga chiqsang mana bolalarimni xohlaganimcha tarbiya qila olmayman-ku. Urushkim keladi, urgim keladi, qaynonamdan cho'chiyman. Ana o'zim shunaqa deb o'ylab qoldim. Ya'ni kunlik voy qaynonam hozir nima deydi? Voy qaynonam hozir nima deydi? Hozir davleniyasi oshib ketadi. Hozir karvalol so'raydi deyman-da, ya'ni darrov kasal bo'lib qoladi. Sal baqir chaqir bo'lsa-da. Bu mana bunaqa narsa. Mana qarang, agar hozir yana bu tilga o'zgartiradigan bo'lsak, misol uchun odam nimaga to'yinmagan holatda yashaydi, da? Misol uchun, deylik, siz aytasiz, to'xta, hozir uyga chiqsang, tam ering xiyonat qilishi mumkin. Qaynonang ushlab turuvdi. Uyga chiqsang, ering kech kelishi mumkin. Bolasi bor bo'lgani uchun vaqtlik kelayotdi. Uyga chiqsang, alohida bo'lsa, bu prosta xuddiki endi narkoman tiliga o'zgartiramiz. Xuddiki, voy qayerdan pul olaman? Tushundingizmi? Qanaqa qilib endi mana keyingi dozamga pul topaman? Потому что odam narkoman bo'lib qolsa, u doim xavotirda yashaydi. Ya'ni qayerdan pul olaman? Mana shu joyda o'g'irlik boshlanadi. Tushunyapsizmi? Qayerdan misol uchun yetkazaman? Потому что men doza xohlayman. Потому что men uy xohlayman. Lekin qayerdan olaman buni? Yoki hozir mana shu narsa bo'lsa, sodir bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa-chi? Xuddiki inson vasvasaga tushib qoladi. Tushundingiz? Ama o'ylabman, balki xudo meni xavfsiz. Yo'q, bu ham insonni bitta narsani anglamayotgani bo'ladi. Ya'ni inson hali programmalarida yashayapti. Unga berilgan fikrlarda, iqrorliklarda yashayapti. Inson hali asl o'zini, menini hali topmadi. Inson o'zi asl meni kimligini bilmayapti. U insonni faqat uyg'otuvchi insonlar bor, lekin u insonlar uyg'otuvchi insonlarligini tushunmayapti inson. Mana qaynonangiz sizni uyg'otuvchi asl meningizga, sizni qaytarayotgan insonligini tushunmayapsiz. Eringiz asl sizni meningizga qaytarayotganini tushunmayapsiz. Tushundingizmi? Просто siz programmaga kirib vasvasaga tushasiz. Потому что programmangizni hali ichingizda hal qilmagansiz. Убеждение, iqrorlik hali hal qilmagansiz. Bilmaysiz. Qatdan bu vasvasa, nimaga bu qo'rquv, kimdan keldi, qaysi hisdan kelgan, necha yoshimda shakllandi, qaysi imенно protsessdan keyin men shunaqa holatga kelib qoldim. Bizi o'zimizni prosta yaxshi tanimaymiz. Bizni taniymiz o'zimizni shaxs sifatida. Mana shu programma bu shaxs sifatingizda shakllangan meningiz.
Siz faqat shunaqa tarafdan o'zingizni taniysiz. Voy, sho'xim bo'lib ketdi. Nima deysiz? Lift qilganimizda chiqib keldi-ku. Bu ham iqrorlik dedingiz-ku. Da, mana qaranglar, lift, mana praktikada lift. Siz mana shunaqa iqrorliklaringizni ko'rib qolishingiz kerak edi. Tushundingiz? Endi tasavvur qiling. Bunaqa iqrorliklarimizni полностью kuzatib, protsesga o'tishimiz uchun, da, transformatsiya qilishimiz uchun bizni aqlimizni tinchlantirishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, aqlni jim bo'lishi kerak. O'chirishimiz kerakmi aqlni? Aql jim bo'lishi kerak. Agar aql jim bo'lmasa, u faqat sizga o'sha siz bilgan, o'rgangan tilda sayraydi. Endi qarang, sizni sayraydigan tili, u onani tili, u otani tili, u atrofdagi insonlarning tili, bu pulga qo'rquv, bu munosabatga qo'rquv, bu qanaqadir o'sha gapirayotgan fikrlar bo'ladi. Tushunasizmi? Til, ularning o'sha tilida siz ham keyin gapirasiz. Demak, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Kecha o'ylamanman-da, nega butun dunyoda ko'p insonlar uysizlikdan qiynaladi deyapman-da, keyin o'ylab qaradim. Vроде hech kim qiynalmayapti mendan boshqa. Faqat men qiynalyapman. Vроде hammaga oson kelyapti uy. deb ham o'ylab ko'rdim-da. Men necha galdan beri hozir men sizga aytaman, konsultatsiyalarim ko'p bo'ladi-da, lekin men shu esimda qoldi. Bir ikki nechta konsultatsiya o'tdim. Mana shu uy vaziyati bilan ishladim-da. Mana bugun ham uy vaziyatini ishladim bitta qiz bilan-da. Ya'ni mana uy ololmayapman, uy xohlamayapman, chunki uy og'riq, uy programma, uy iqrorlikda. Biz bugun ishladi, iqrorlikka tushdi. Aslida uy emas ekan uni og'rig'i, tushunasizlarmi? Uy uni og'rig'i bo'lmagan ekan. Ya'ni uy mana bunaqa og'rig'i bo'lmagan ekan emas, uy uni baxtli qiladigan narsa emas ekan aslida. Uy yo'qligi, uyga ehtiyoji borligi, uyini borligini his qilmayotgani, Allohga o'zini topshira olmayotgani, ishonchini oshira olmagani, bu borib уже programmasiga borib taqaldi. Ya'ni biz уже otani, onasini, mana onani, keyin onani erini, ya'ni o'sha mijozimning otasiga, onasiga, uni buvisiga mana shu programmaga kirib qoldik. Etga borib, birinchi tushunib, anglab, keyin yana orqaga qaytganimizda, orqaga qaytdi. Bu yerda ikkita savol o'zi qarzdorlik edi. Pul qarzdan qutulish, qarzdan qutulsa nima xohlaysan deganda uy olish degan edi. Mana shu narsani ishlaganimizda biz birinchi o'sha og'riqqa kirdi programmaga, keyin etdan orqaga qaytdi. Keyin mana shu joyda o'sha savol boshqa o'zgaradi, holat o'zgaradi. Men aytaman, uy ekanmi siz baxtli qiladigan? Yo'q. Uy kimning ehtiyojiga programma? Uy hozir bizda bor. Hozir va shu yerda, to'g'ri. Hozir, lekin siz ko'rmaysiz bizni, ko'rmaymiz nimaga? Потому что iqrorlikda programmada yashaymiz. Sizga tegishli bo'lmagan programmada yashaysiz. Balki onam bilan adam ajrashib ketmoqchi bo'lganlarida 3 ta qizim bor, uyim yo'q deb yarashganlar. Balki shu menda qolib ketgandir. Xuddi ajrashmadilar uy uchun deb o'ylayman. Buni уже razbor, bu tahlil qilinadigan narsa. Bu razbor qilinadigan narsa, tushunasizmi? Sizni aqlingiz nimaga ishonib qolgan bo'lsa, o'sha narsani proyeksiyasini sizga ko'rsataveradi. Lekin siz o'zingizni ichingizdagi ko'rsatilayotgan kino bilan urishaverasiz. O'zingizni ichingizdagi ko'rsatilayotgan plyonka bilan urishaverasiz. O'zingizni ichingizdagi ko'rsatilayotgan haqqisiroz kadr bilan urishaverasiz. To'g'ri. Demak, biz nima qilamiz? Qaytamiz o'sha joyga. Da, kuchimizni olib, hozir o'sha yerga qaytib, da, уже boshqa his bilan, boshqa fikr bilan qaraymiz. Buning uchun bu уже bilim. Tushunasizmi? Bu bilim, bu konsultatsiya yoki bu kurs yoki bir darslik, anglash. Misol uchun hozir ham anglash beryapman-da. Hozir ham yozib turaver, qalb mo'jazasini tinmasdan. Обязательно. Hayotning asosiy qonunlari kursiga kiring. Diloram, eshityapsizmi? Hayotning asosiy qonunlari kursiga kiring. Yozdilar. Обязательно. Потому что ko'rasizmi? Siz bizni to'lmagan xumchani
o'zimizdan ichimizdagi shu to'lmagan xumchani xuddiki mana shu vaziyat bilan to'ldirmoqchi bo'laveramiz, u to'lmaydi. Xuddi narkoman dozasini olgisi kelib to'ldirmoqchi bo'laveradi. To'ldirasiz-da, lekin to'yinish yo'q. Demak, o'sha betda programma chuqur ishlayapti. Tushunarli. A deklaratsiya u butun umrga qosim. Потому что mana boshida aytdingiz, o'zim anglamay yozishni boshladim. Da, boshida tushunmadim. Потому что bu normal holat, psixika tushunmaydi, aql tushunmaydi. Aql birinchi даже hayron bo'ladi. Nimaga u deydi, Nima yozganman o'zi? nima yozganman o'zi deydi. Keyin mayli, shuncha odamlar natija olibdi-ku, mana ishlayotgan ekan-ku, keyin ham qilay deydi. Tushunasizmi? Bajaraveradi. Bir xil bo'lsa, qayda deb men yo'q narsani qanaqa qilib yozaman deydi. Tushunasizmi? Bo'ldi, shu aql olib qochadi. Chunki aqlga fakt kerak. Aql ushab ko'rish kerak. Da, aql sanash kerak, shiqir pullarni eshitish kerak. Tushunasizmi? Mana hozir misol uchun meni aqlim xohlayapti, misol uchun $30,000 deydi-da, lekin o'sha $30,000 hozir menda bor. Lekin qani deydi o'sha $30,000 deydi. Tushunasizmi? Потому что aql $30,000 ko'rish kerak, chiq shiqillatish kerak, da? Lekin mana shu hozir men mashinamda o'tiribman, $30,000. Tushunasizmi? Aql bu narsani ko'rmaydi. Men o'chib qoldimmi? Yo'q, eshitilyapsiz. Shu. Aql bu narsani ko'rmaydi. Aql aytadiki, "Yo'q" deydi, "Men bunga ishonmayman" deydi. "Menga" deydi, "po faktu ko'rsatib ber. Men" deydi, "ko'zim bilan ko'rishim kerak, qo'lim bilan ushlab ko'rishim kerak" deydi. Qani o'sha $30,000 deydi. Aslida o'sha $30,000 ham mana misol uchun atrofimda rosa mashinalar ko'p. Unda hammasini agar aniq qilsangiz, bir $100,000 ham даже pul bor. Lekin aql buni bor deb ko'rsatmaydi. Bu dediki, "Yo'q" deydi, "bu mashina" deydi, "saniki emas" deydi. "Yo'q" deydi, "Mana saniki emas" deydi. "Yo'q" deydi, "Mana senga tegishli emas" deydi. Mana to'g'rimda mana parkovkamga bittasi BYD chempion qo'yib qo'yibdi. Men hozir kirolmay o'tiribman. Shuning uchun ham efir boshlavardim. Hozir bu men parkovkamdan mashinasini olsa, men parkovkamga mashinamni kirg'izaman deb kutdim-da, keyin jonli efir qilib qolay dedim. Ko'rasizlar, mana shu mashina ham xizmat qilib berdi. Mana atrofimda hozir $100,000 narsa bor. $100,000 narsa borligini mana aqlim tushunmaydi. Lekin Xudo menga mana shu mana bor-ku sanda deb ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Chunki bizning aqlimiz ushab bu meniki emas deydi. Ushab ko'rishni xohlaydi, sanashni xohlaydi, ko'rishni xohlaydi, eshitishni xohlaydi. Bor narsani biz ko'rmaymiz. Atrofimizdagi bor narsani biz ko'rmaymiz. Biz xuddiki ko'rmiz, karmiz, lekin xohlayveramiz. Aslida Xudo aytadiki, "Sen ko'ranmassan, karanmassan, senda hamma narsa bor, yetarli" deydi. Aytgancha Dildora opa, eng asosiyisini aytmanman, mo'jizani. 8 oydan beri noch jenda ishlayotgandim-da hamshiralikda. Erim o'shaning uchun har kuni men bilan ushlayotgandilar. Ayol kishini kechqurun ishlamaydi, ayol kishi kechqurun ishlamaydi deyotgandilar, jenga o'tkin deyotgandilar. Mana shu qalb mo'jizasini yozishni boshladim. Yomon ko'rgan odamlarga yomon ko'rgan o'sha ajil kadr emas, endi shu o'tkazmoqchi bo'lmagan odamlar jenga meni o'tkazishga anaqa qilishdi-da. Qo'yishmadi. Bahonalar qilishaverdi, o'shanga komplimentlar yozdim. Hozir уже mana 10-iyundan beri ertalabki smenga o'tkazishdi meni. To'g'ri, ertalabki smenda ishlayapman. Shunaqa mazza, shunaqa oson. Aytmayman, demayman, shu meni mo'jizam, men bekorga yozmadim shuncha. Chunki rosa qiyin bo'lyotdi. O'zi Xudo to'g'rilab qo'ydi. Bitta qizimiz anaqaga chiqib ketdi, dekretga homilador bo'lib qoldi. Kimni qo'yamiz? Tappa men o'tirdim. Chunki anaqa joy kamda ertalabkida. Nochda ko'pchilik qolamaydi. Men ham qolamadim nochda ishlashni. Hozir jenda ishlayapman. Shu ham meni bitta mo'jizam. Hozir anglab qoldim-da. Silliq o'tib ketdi. Silliq anaqa. Chunki muammo bo'lib yotuvdi-da shu ham. Yo'q. Anaqa sizni yosh bolangiz bor deb nimadirlar deb bahona qilishyapti. Yo'q, hozir ishlayapman. Yaxshi, 2 kundan shanba oldi. Erim bilan ham normalniy bo'lib qoldim, chunki u shuni talab qilyotdi-da. Erkak kishim talab qilyotdi shuni. Ayol kishi uyda bo'lishi kerak deb. Super. Hozir indamyaptilar, bo'lar ekan mana. Da, qarang, mana qalb mo'jizasi bu вступительный narsa, ya'ni boshlang'ich etap hisoblanadi. Da, bu yerda mana o'zingiz tushunmay, anglab, anglamay, ishonib, ishonmay, ikkilanib,
bajarishni boshlaysizlarda, na samim deydi, mo'jizalarni o'zi sodir bo'ladi. Bu bitta etap. Hozir bizni uyg'onish darsimda aynan shularni angillab turib, inson o'yinida o'ynashni hozir o'rgatyapman. Angillab turib. Chunki siz buni angillab turib ham inson o'yinini tushunib turib ham ruh holatidan ham o'zgartirishimiz mumkin. U boshqa darsa, metod qaysi edi? Yo'q, metodu konsultatsiya. Yo'q, bu boshqa dars. Bu hayotning asosiy qonunlari kursimdan keyingi dars. Bo'ldi. Bu to'g'ridan to'g'ri yo'l. Mana biza ruh holatimiz bor, inson o'yini bor. Bizni aslida ruh holatida bo'lamiz, inson o'yinida o'ynaymiz. Lekin inson o'yiniga ruh holatidan kelsak, biz inson o'yinini osonlashtiramiz va qiziqarli qilamiz. Bunga напрямую boradigan yo'l bor. To'g'ridan to'g'ri boradigan yo'l bor. Buni anglab, shu to'g'ridan to'g'ri boradigan yo'lni uyg'onish darsimda beryapman. Bu alohida darslik. Bu juda ham kuchli darslik. Hozir men buni hali birinchi bu retritda, bu birinchi hali kursim tugamadi. Retritim 1 oy bo'ldi, 2 oy o'tdi. Hozir 3-oyga o'tyapmiz. Keyingisini bilmayman, ochaman, bilmayman. Ochaman, bilmadim, uni ochaman. Chunki bu to'g'ridan to'g'ri ruh holatidan inson o'yiniga ulanish. Hozir sizlar nimaga savol bersanglar, nimaga men javob bersam, men inson o'yini haqida gapiryapman. Tushunasizmi? Sizlarni o'yininglar haqida gapiryapman. Mana misol uchun, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabat qilishingiz inson o'yini bu. Farzand tug'ishingiz bu inson o'yini bu. Ishga borib ishlab kelishingiz inson o'yini bu. Tushunasizmi? Biz hayot deb nomlangan inson o'yinidagi ishtirokchimiz. Lekin biz inson o'yinidagi o'ynayotgan o'yinchi emasmiz. Biz ruh holatidan kelganmiz inson o'yiniga. Hozir sizda muammo bormi? Sizni inson o'yinida muammoingiz bor. Bu aqlingizda. To'g'ri. Fikrlaringizda. Aqlimda. Fikrlaringizda. Yo'q narsalarga ishonchingizda. O'tmishingizga bo'lgan ishonchingizda. Bizda to'g'ridan lekin baholamay qo'ydim. Bizda to'g'ridan to'g'ri yo'l bor. Lekin baholamayapman, hech kimman. To'g'ri, noto'g'ri demayapman. Klassni. Oldin baholardim. To'g'ri qildi, noto'g'ri qildi, yomon gapirdi, to'g'ri gapirdi, yolg'on gapirdi deb o'tirardim. Hozir misol uchun hayotni asosiy qonunlari kursam, inson o'yinidagi aqldagi programmalarni ko'rish va ularni topish, anglash. Uyg'onish darsim u полностью пробуждениyaga kelish, ya'ni insonni uyg'onishga kelish, полностью. Lekin biz undan oldin qanaqa shaxs ekanligimizga uyg'onib olishimiz kerak. Ya'ni Diloram bu shaxs. Bu Diloram bu sizga biriktirilgan programma. Siz Diloramga ishongansiz. Tushunasizlarmi? Bu aqldagi ishonganlarimiz. Misol uchun, turmush o'rtoq unda pul bermaydi yoki pul beradi, yoki qarzda yoki qarzda emas, yoki menga mehr bermayapti, yoki menga e'tibor bermayapti. Buni hammasi programma. Siz ishonganlaringiz, iqrorliklaringiz va o'sha ishongan iqrorlaringizdan kelib chiqqan, yaratilgan sizni programmangiz. Ama iqrorligim deganim o'zimga o'shanga ishonib qolganim-a? Это убеждение. Biz qachonki mana shu iqrorliklarimizni o'zgartirsak, uni transformatsiya qilsak, biz keyingi o'yinga, keyingi etapga o'ta olamiz. Uni o'zgartirish uchun, uni transformatsiya qilish uchun oldin uni nimaligini va qayerdan nima uchun kelganligini, uni darsini tushunishimiz kerak. Darsini tushunganingizdan keyin
aql xotirjam bo'ladi. Xayrlisini ko'rish kerak. Faqat xayrlisini ko'rmasangiz, sizda savol tug'ilaveradi, xumchangiz to'lmaydi, to'ldirmoqchi bo'laverasiz, anglashib bo'lmaydi, bor bo'lsa ham ko'rolmaymiz, yana kirib ketaveramiz, tushunasizmi? Ya'ni doza, yana doza kerak. Bitta qiz bilan ishlaganimda, mana shu dozasini u rosa ko'p kurslarda o'qigan ekan, rosa ko'p konsultatsiyalar olgan ekanda. Lekin faqat o'sha qanaqadir pozitsiyalar bilan yashab yuravergan, lekin muammoli tugamagan. Nimaga? Chunki inson qochgan. O'ylagan, hozir men sayohatga chiqib kelsam, bo'ldi, mana xuddi xumcham to'ladi. Men hozir men bu yerda o'zimga kiyim sotib olsam, hozir meni xumcham to'ladi. Hozir men bu yerda o'zimga bo'lgan sevgini, loyiqlik hissini oshirsam, men loyiqman desam, meni xumcham to'ladi. Ya'ni dozamni olaman-da, maza qilaman. Doza tugab qolar ekanda, da odam yana doza xohlayveradi, yana sayohat xohlayveradi, qochishni xohlayveradi. Tushunasizmi? Bu yoqdan hozir men pastga o'chirib turasiz. Bu yoqdan bo'lsa muammo. Munosabat yaxshilanmayapti, pul ketyapti, o'g'irlik bo'lyapti, farzandlar munosabati yaxshilanmayapti. Chunki inson qochyapti. U faqat dozasini shu yo'li bilan anaqa qoniqtiryapti. Sayohatga ketadi, qayerdir boradi, mudir qilib keladi, tilla olib keladi, tam yonini mashina qilib to'ldirmoqchi bo'ladi. Yo'q. Unaqa to'lmaydi bizning dozamiz. U tarafdan to'lmaydi. Bessознательныйimizga, anglamayotgan qismimizga kirib, bu xumchamiz deylik, yoki dozamiz nimaga talab qilayotganini, xuddiki insonni ichida gijjasi bor-da, u shirinlik talab qiladi, doktorga borasizda, dori berasizda, u gijjani tushiradi. Yo'q, siz tushunishingiz kerak, nimaga shirinlik talab qilyapti-da? Nimaga siz dozangizni talab qilyapsiz? Uni bloklash kerak emas. Dori bilan anglash kerak, u o'zi ketadi ekan. Mana shu narsani ishlashimiz kerak bo'ladi. Biz misol uchun shu konsultatsiyada shuni ishlagan edik. Даже Xudo shunaqa qilib qo'yganki, dozasini to'ldirmoqchi bo'lgan hamma narsani olib qo'ygan. Bo'ldi, dozani to'ldira olmaydi. Pul bilan to'ldira olmaydi, sayohat bilan to'ldira olmaydi, xursandchilik bilan to'ldira olmaydi, hammasini olib qo'ygan. Tushunasizmi? Sekin olib qo'yaveradi. Bor narsani ko'rmaydi, odam qoniqmaydi u narsaga. Aslida unda yo'q narsa, bo'ldi, shu bilan tam bo'ldi, tubanlikka yoki pastlikka tushib ketdi, kambag'allikka tushdi degan narsa bo'lmaydi. Prosta u ishonib qo'ygan narsalarni hammasini olib qo'yadi. Xuddiki uni dozasini oladi, hammasini olib qo'yadi. Narkomandan oldida narkotikini olib qo'ydi, dorisini olib qo'ydi, dozasini olib qo'ydi. Keyin bo'ldi, o'sha narkoman keyin o'tirib, lecheniya oladi, misol uchunda. U odam ongini ustida ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni nimaga meni dozam, nimaga men dozaga talabim kuchaydi? Nimaga men hayotdan lazzat olmay qo'ydim? Nimaga men o'zimni his qilmay qo'ydim? Nimaga men o'zimni anglamay qo'ydim deb, o'sha mana shu joyda inson anglashga o'tish kerak bo'ladi. O'sha qocha olmaydi hech chiqib. Tak, tushundinglarmi? His qildinglarmi? Qani Diloram, qo'lingiz, qo'llaringiz cho'qin bo'lganiga o'chirdim. Tushundingizmi? His qildingizmi? Aytganlaringizni men ham tushundim. Поэтому обязательно qizlar o'qishinglar kerak. Bilim olib, ongini kengaytirish обязательно kerak. Так, Diloram, ochdim, qo'lingizni yetamiz. Keyin manaqa gap bor-ku, masalan, so'raversam maylimi, Dildor opa? Odam o'zini mana energiyaga to'ldirishi, ayollik energiyasi, например, shunaqa narsalarga anaqa yana quvvat olib, yana shu siz aytayotgan hayotga, lazzatga qaytishi uchun anaqami, nima, shu Alloh bilan bog'lanib, hamma narsani Allohga tavakkal qilishimiz o'sha ibodat turadi, to'g'rimi? Tak, boshqatdan bering savolni. Mana siz aytayotgan narsalarda mana aytdingiz-ku, Alloh olib qo'ydi, qayerdadir dars olishinglar kerak, hayotda nimanidir anglashinglar kerak, shuning uchun sizlardagi o'sha borini ham hozir olib qo'ydi. Keyin lomka bo'ladi-ku odam.
o'sha hayotni lazzatiga qaytish uchun, o'sha to'lish uchun, o'zingni energiyaga to'ldirish uchun Mhm. deyapman. O'sha shukronalik bilan, keyin Allohga hammasini tavakkul qilish bilan, ibodat bilan qaytsa bo'ladimi deyapman. Da, 100%. Lekin qilolmayapsizlar uni. Nimaga? Chunki Dangasalik. patterni ssenariy bu. Yo'q, hech qanaqa dangasal emas bu. Yo'q, hech qanaqa dangasal emas bu. Lekin Yo'q. o'sha quvatimni olib Bu qo'yyapti. dangasalik emas. O'sha hozirgi o'y-fikrlarim. Вот, to'g'ri aytdingiz. O'y fikringiz bu programma. Siz o'sha o'y fikrlaringizga kirasiz. Bu programma degani nima degani? Mani ishonganlarim qayerdan keldi? Men o'zimdan o'zim ishonib qolmayman-ku bu narsaga. To'g'rimi? O'zingizlardan o'zingiz ishonib qolmaysizlar. Buning uchun sizlarga ona beriladi, ishontirish uchun, ota beriladi, ishontirish uchun, maktab tajribasi beriladi, ishontirish uchun, singillar beriladi, ishontirish uchun, pul vaziyatlari beriladi, ishontirish uchun. Sizlar o'zingizlardan o'zingiz ishonib qolmaysizlar bu narsaga. To'g'ri. Bu fikrlar bilan ishlaniladi, anglaniladi. Bo'lmasam, biz shunaqa millatmizki, biz shunaqa O'zbekiston ayniqsa-da, biz shukronalik bo'yicha nomer 1miz. Minnatdorchilik bo'yicha nomer 1miz. Hozir ibodat bo'yicha juda nomer 1 bo'lib ketamiz. Kimdan nima eshitmay, voy to'xtab turing, bomdodimni o'qib chiqing, voy to'xtab turing, peshinimdan keyin, voy to'xtab turing, asrdan keyin, bitta joyga borsangiz, shomdan keyin boringlar. Hammani tilida shu. Xuftondan keyin-da bitta narsa bo'lsa, qizlar ketdi, ana misol uchun, men narsani qiz, peshindan keyin qilinglar, peshinimni o'qib oling. Tam uchrashmoqchi bo'lsangiz, iltimos, tam shomdan keyin qilinglar. Yoki xuftonga kech qolmaygin. Hammani tilida shu hozir. Men shunaqa paytimda boshimni qichiyman-da. Chunki ular bilan gaplashaman keyin, misol uchun, общение bor, fikrini eshitaman, boshimni qichiyman-da. Qanaqa shom to'g'risida, qanaqa ibodat to'g'risida, qanaqa peshin to'g'risida gapiryapti deyman. Ya'ni uni ibodati bilan uni hayot tarzi umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Biz hammamiz shunday yashaymiz. Bizning O'zbekiston juda ham shukronaga boy, minnatdorchilikka boy, ibodatga boy insonlar. Nima uchun hammada bu narsa ishlamayapti? Kim bilsin. Потому что yo'q, programma bor. Kim bilsin emas, programma bor. Shuni bildirish uchun bilimlar bor. To'g'ri. Потому что programma bor. U kuchliroq. Dildor opa, anu hayotning asosiy kursini men pulini ham ko'rmadim. Anaqasi bormidi, prelisti? Ha, bor, administratorimga yozasiz uni. Aha. Administrator. Keyin o'sha anaqa, undan keyin uyg'onish darsiz-a? Rahmat kattakon. Minnatdorman, maslahat gaplashdim. Lekin Zo'r, молодец, klassno. Natijalaringiz вообще zo'r. Deklaratsiya yozishni to'xtatmang. Diqqatingizni, fokusingizni to'xtatmang. Chunki qancha yozursangiz, shuncha ishonchingiz kuchayadi-da. Shuncha bilim olishga qiziqaverasiz. Aql qiziqishni boshlaydi. Qani, samomaga erishdim, keyin nima bo'lar ekan deydi. Mana shu joyda sizni dangasaligingiz chetga surilib turadi, aqlni qiziqishi o'yinga tushishi boshlaydi. Va to'xta, undan keyin nima bo'lar ekan? Mana shu qiziqish ham sizlarni olib ketadi. Ilmga, bilimga. Chunki meni ham qiziqishim olib ketgan mana shu psixologiyaga. Men hech qachon psixolog bo'laman, coach bo'laman, trener bo'laman deb kirmaganman. Men o'zim mana shu og'riqlarimni yechaman, ularga javob topaman deb o'ylaganman. Lekin mana shu voy, men keyin nima bo'lar ekan? Voy, men bundan keyin nima bo'lar ekan? Mana shu narsa meni ilm olishimga sababchi bo'lgan narsa. Поэтому davom ettirishingiz kerak. Da, qizlar davom ettirsin, chunki men ancha dangasa bo'lib ketgan ekanman-da. Mana uy va oilada polartim deb yolg'ondan yozardim-ku ertalab. Keyin kech-kecha yuragim anaqa polartim deb yozgansan, polartirdi-da. O'sha kuni polartilardi. Yoki oila va men ovqat qildim deb qo'yardim, shirin taom qildim, bonusi oila davrasida o'tirish, ovqat qilishim kerak. Yozganman. Ya'ni yozganimni hammasini harakat qilardim, lekin qilgim kelmasa ham qilib avtomatik ravishda o'xshab ketardi. Chunki yozilardi ertalab. Boshida hachab shunaqa qilish kerak. Bilasizmi, hozir mana shu qalb mo'jizasicha shunaqa shikarniy kurs
qalb mo'jizasidan manda islomiy manda ham kasallik mani kursda o'qigan qizlarda ham kasalliklar ham даже tuzalganlar bo'lgan. Buni endi administratorimga aytsa topishim mumkin qidirib. Men o'zim shu bitta insonni kuzataman, men uni o'zim ustoz deb bilaman, chunki uni darslaridan juda ko'p eshitib foydalanganman. Mana shu unda qalb mo'jizasi emas, lekin mana shu darsliklarga o'xshagan darsliklar beradi-da. Og'ir rak kasalligi bo'yicha даже bo'ladi-yu odamlarda. Misol uchun mana bittasi kelyapti-da, aytadiki, qizimda deyapti leykemiya deyapti, oq qon kasalligi deyapti, rak. Man sani oldinga deyapti, davo izlab keldim deyapti. Nima qilay deyapti. Misol uchun shu tuzalish, mana sen ko'p odamlarga yordam bergan ekansan. U unaqa deydi, men hech kimga yordam bermadim deb qo'yadi. Trenerda, men hech kimga hech narsa bermadim, men hech kimga yordam bermayman deb qo'yadi. Lekin mana sendan davo izlab keldim, nima qilay deydi-da. Keyin xotinini eshitadi, keyin erini eshitadi. Keyin nima qilding sen bu hayotda deydi. Sen bu hayotga nima foydang tegdi deydi. Yaqinlaringga nima foydang tegdi deydi. Xotiningga nima foydang tegdi deydi. Unga vazifa beradi. Nima vazifa beradi bilasizmi? Podezingni art deydi. Yu deydi polini deydi. Tushunasizmi? Keyin parkka deydi borsang deydi, obyektlar bor-ku deydi. Mana yerli tashagan sigaretlar, qog'ozlar deydi. O'shalarni deydi bor tozalagin deydi. Keyin bu meni qizimni kasalligi bilan qanaqa daxli bor kasallik? Qizimda leykemiya deydi, oq qon deydi. Tushunasizmi? Xotinimiz bilan deydi munosabatlarimiz yaxshi deydi. Mana biz shunaqa deymiz, yo'q, mana hammasi yaxshi deydi-da. Keyin xotinimiz bilan munosabatlarimiz yaxshi, lekin mana shu bitta qizimizning shu oq qon bo'lganiga kurashyapmiz. Necha yildan beri bormagan joyimiz, olmagan ximiyamiz qolmadi deydi. Keyin o'shanda aytadi, bor deydi, polart deydi. Bor deydi, shu ko'chadagi obyektlarni deydi, ter deydi. Keyin men lichno shu odamlarni ko'rganman-da, videoda ko'rganman, конечно. Keyin kelib yarim yildan keyin hech narsa qilmagan. Mana shu narsa faqat qilgan. Yarim yildan keyin kelib o'sha qizni boshida soch o'sayotganini ko'rsatishgan. Ya'ni u qiz vыздоровление, ya'ni tuzalishga ketganini ko'rsatgan. Endi, конечно, bu yerda u odamni darsliklarini ham eshitgan, потому что bitta shu bilan o'zi yetarli bo'lmaydi. Teoriya, обязательно teoriya kerak. Misol uchun, mana men sizlarga darslikda ham nima uchun, buni bo'lsa nima qilib bo'ladi, mana bu narsa qilsa nimaga uchun, nimaga qilinadi, nimani anglashimiz kerak, darsliklarim bor-ku, video darsliklarim. O'sha narsalar bilan, конечно, u ham tushuntirgan, eshitgan, lekin vazifa shu bo'lgan. Tushunasizmi? Bola tuzalgan. Просто polarchi bilan, ya'ni ko'chadagi o'sha qog'ozlarni, sigaretlarni, bichoklarni yig'gandan keyin. No, потому что o'sha paytda odamni kibri sinadi, покаяние bo'ladi, ya'ni покаяние deganda tan olish, rozi bo'lish, minnatdor bo'lish, anglash bo'ladi. Mana shu tarzda sekin-sekin inson ko'p narsalarni anglashni boshlaydi. Поэтому qalb mo'jizasi dahshat вообще kurs. Judayam. Так. Rahmat Diloram bo'lishganingizga. Rahmat Dildor opa. Shovqin bo'lib ketdi, o'chirib qo'ymaman mikrofonni bolalarim. Rahmat qiling, keyingi darslarga qatnashishga. Darslarim boshlandi, darsimga yig'ilyapti deganimda уже kirishga harakat qilinglar. Chunki hozir darslarimiz yo'q. Chunki hozir ikkita darsim ketyapti. Bu darsimni tugatib maslahatga ketaman. Maslahatdan kelganimdan keyin keyingi darslarni boshlayman. Qil oldinglar. Sizyon keldi.
do'shim qizili do'shim kelyaptimi? O'chib qoldimmi? Shahlo do'shim kelyaptimi? Ha, endi yana kelyapti. O'chib qoldi orada. Ha, hozir mana yoqildi. Bugun bizada diagnostika emas, savollarga javob и teoriya bo'ldi. Qizlar his qildinglarmi? Ha, rahmat. Ancha narsani haliyam tushuntirdingiz-ku, zo'r. Xudo sizdan minnatdorman. Bundan 3 yil oldin Manjenskiydan operatsiya bo'lganimda depressiyadan olib chiqqansiz. Klassno. His qildinglarmi? Bugun ikkita qizga javob berdim. Ikkita qiz mavzu ochib berdi. Bugun xuddiki darslik bo'ldi, teoriya bo'ldi. Diagnostika emas, savollarga javob bo'ldi. Yozinglar. His qildinglarmi? Anglasha oldinglarmi? Qizilishyaptamisizlar? Tak. Yana do'shim kelmayaptimi? Yo'q, do'shingiz eshitilyapti. Qizilishyaptamisizlar? Yozinglar. Savolingizga javob oldingizmi? To men o'zimga o'zim gapirishni yomon ko'raman. Zo'r. Просто meni tomosha qilgani, men nima deydi, bu qanaqa nima gapiradi deb kuzatish kerak emas-da. Xudo bugungi sizni zaprosingizga juda ko'p javob bergan. Mana ertalab turganingizda o'zi sizlar zapros bilan turasizlar. Uyg'onganingizda zapros bilan uyg'onasizlar. Har kuni zapros bilan uyg'onasizlar, har kuni. Har kuni sizlarning savolinglar bo'ladi. Turganingizda Xudo o'sha turgan zahotingiz, ko'zingizni ochgan zahotingiz sizga zaprosingizga belgi beradi kun bo'yi. Lekin u narsani sizlar kuzatishni bilmaysizlar, anglashni bilmaysizlar-da. O'tkazib yuborasizlar. Keyin ertasiga yana shu zapros bilan o'qiysizlar. Kimdadir qarzdorlik, kimdadir pulsizlik, kimdadir munosabat, kimdir sog'liq, kimdadir yana qanaqadir vaziyat. Yana o'qiysiz o'sha zapros bilan. Xudo sizga berayotgan belgilarni tushunmaysizlar, anglamaysizlar-da. Поэтому hozir, misol uchun, siz kirdingizmi, eshitdingizmi, demak sizni savolingizga javob berildi. Man orqali berildi. Kimgadir boshqa insonlar orqali beriladi. Kimgadir yana qanaqadir vaziyatlar orqali beriladi. Shuning uchun his qila oldinglarmi davomli? Angladingizmi davomli? Agar anglamagan bo'lsangiz, unda siz uchun emas bo'ladi bu. Dальше poisk bo'ladi. Xuddiki boya aytganimdek, dozani yo'q, men ololmadim, dozamni. Yo'q, menga bu kamlik qildi, menga yana doza kerak. Doza so'radi. Odam xuddiki shu negativ energiyani o'ziga tortadi. Yo'q, tushunmayapman. Yo'q, menga nimadir yoqmadi. Nimadandir siz negativ qidiravurasiz-da. Bo'lishmaysiz. Aslida hech narsa qiyin emas. Biz prosta borimizni ko'ra olmaymiz. Minnatdor bo'lishni bilmaymiz. Kutamiz, faqat kutamiz. Dildora opa, zo'r narsa anglab qoldim-da, aytaymi? Yozinglar, qizlar, his qildinglarmi, plus qo'yinglar ungacha. Anaqa aytganlaringizdan yozib oldim-da ko'p narsani. Keyin men to'g'rimi yo'qmi shunaqa deb yozdim. Sen bilan kimdir yoki vaziyat tarang bo'lsa,
o'sha vaziyatga yo o'sha insonga masalan siz aytgandek kompliment boyagi minnatdorlik yozish kerak, shukr qilish kerak, to'g'rimi? Mhm. Keyin kutuvlaringni, o'ylovlaringni o'zgartirdi deysiz, iqrorlaringni, ya'ni ishonib qolgan narsalaringni. Mhm. Keyin anglamayotgan qismimizga kirib, nimaga aynan o'shani talab qilayotganimizni o'zimizga savol berib tushunishga harakat qilish kerak. Bor narsani ko'rib shukr qilish kerak. Nimaga men hayotdan lazzat ololmay qoldim deb o'sha savol berib, o'sha shukrini qilish kerak edi. Shu narsalarni o'zimga yozib olib, shulardan angladim. Mhm. Хорошо. Это хорошо. Так, yozinglar qizlar chetdami sizlar? Mana qo'l ko'tarayotgan qizlarni ko'ryapman. Foydali bo'lyaptimi efir yoki yo'qmi? Davom ettiramizmi yoki yo'qmi? Просто mani cho'ta chatim jim turibdi. Bo'lmasam tugatamiz. Kimgadir eshitadi bu darslikni, u ularga foydali bo'ladi. Mani endi kirimman. Bo'lmasam efirni tugatamiz. Efirni YouTube'ga joylashtiraman. Yana bitta eshitib his qilasiz. Efirni ссылкасini administratorimdan olasiz. Endi kirdim. Hamma endi kirdimi qizlar? Chunki bu yerda hozir Ko'pchilik endi kirdi. Boshda boya kirganimda kamroq edik. boyam 40 tadan oshiq odam ko'rdim. Hozir ham 40 tadan oshiq odam ko'rsatadi. Hamma endi kirdim. Men ham endi kirdim. Endi kirdinglar. Unda efirni saqlab qolaman. Administratorimga yozsangiz ссылка beradilar. O'sha ссылка orqali mana shu efirni yana bitta eshitib olasiz. Chunki ikkita qizni hozir tahlil qildi. Juda ko'p mavzuni gaplashdi. Nimaga agar programmalarimizni ustida, anglashlarimizni ustida ishlamasak, bilim olmasak, biz qotib qolaveramiz bitta narsa. Misol uchun mana Shahlos ham hozir yozib oldingiz, это хорошо. Siz misol uchun Dilorami gapidan yoki ma'no bergan javoblarimdan yozib oldingizda, undan u yog'iga o'ta olmaysiz. Chunki undan u yog'iga yana dalshi bilim bor-da. Tushunasizmi? Siz mendan olasiz. To'g'ri, anglab turibman. To'g'ri. Kimdandir yana eshitamiz. Bir xillarni gapi manikiga umuman to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana shu joyda odam keyin ikkilanish boshlaydi. Misol uchun bir xil aytadi, ko'p mana shu narsaga duch kelaman konsultatsiyalarda. Ayollik energiyamni his qilishim uchun, demayman, o'zimga ko'p narsalarni ruxsat berishim kerak ekan. Ayollik energiyamga qaytishim uchun men uyda o'tirib ayollik ishlarimni bajarishim kerak ekan. Erimni pul ko'payishi uchun men ishlashim kerak emas ekan. Qayerdan eshitdingiz bu narsani desam, psixologdan eshitdim deydi. Даже konsultatsiyalardan ham eshitdim deyishadi. Men aytaman, yo'q, unaqa narsa yo'q deyman. Yo'q, ishlasangiz bo'ladi deyman. Yo'q, pul topsangiz bo'ladi, uni ayollik energiyasiga hech qanaqa daxli yo'q deyman. Bitta уже faqat programmalar ishlaymiz. To'g'ri. Odam shu ichida anaqa o'zini xayollari, boya aytgandek, fikrlar qiynaydi har doim. Men o'zi Keyin adashib qolasiz, solishtiraveradi inson. Hozir psixologlar ko'rishlar ko'p-ku. Kim nima desa, tezroq erishing deb yopishaveradi odam shu narsaga, tushunasizlarmi? keyin bitta odamdan anaqa qilmasa qaysi birini qilish kerak deb haligi informatsiya ko'p davrda yashayapmiz-ku. Ichida ham ana chalg'ib kashfa qilib yuborar ekan. Chunki biz уже переходga o'tdik-da. Ya'ni keyingi ong darajasiga o'tdik. Har mana shu yerni ham o'zining ong darajasi bor.
informatsiyalar yopiq ong darajasidan informatsiyalar ochiq ong darajasiga o'tdi. Informatsiyalar ochiq ong darajasida hamma kalitlar berilyapti. Hamma texnika kalit, hamma narsa berilyapti. Endi odam oldin biz bilmasligidan mana shunaqa tushunarsiz holatda yashagan. Endi bilib turib tushunarsiz holatga tushyapti, tushunasizmi? Ya'ni oldin biz bilmasdik bunaqa narsalarni, Endi bilimlarni. ko'p bilib olganimiz uchunmi? Endi mana bilamiz deyapmiz. Endi to'xtab shoshib qoladi. Mana shu joyda kibr ishlab ketadi, ego. Voy, to. Men bu ishlaydimi? Ha, mana shuni qilaman. To. Men bu ishlaydimi? Men bu qilaman. To. Men bu ishlaydimi? Men shuni qilaman. Odam shoshib qoldi. Bo'ldi. Unda ham da bilmayman deb odam o'tiraveradi. A bu yerda уже hamma narsa berilganda qaysi birini qilishni bilmay qolib shoshib qoladi. O'sha yaxshi Lekin tahlil qilishni ham o'rganish kerak-da. Bu nimaga bo'ladi? Chunki o'zini bilmaydi, tanimaydi, u insonga o'zini topshiryapti. U ishlamaydi emas, texnika ishlashi mumkin, lekin u unga topshiryapti o'zini. Ya'ni siz o'sha insonga topshiryapsiz o'zingizni. Biz hech kimga o'zimizni topshirishimiz kerak emas. Biz o'zimizga qaytishimiz kerak. To'g'ri. Поэтому hozir biz judayam informatsiya ko'p zamonda yashayapmiz. Bundan 4-5 yil. До такой степени ko'pki, nima qilishingizni bilmayapsiz. Odam shu paytda o'ylaydiki, hozir men tez boyib ketsam, tez erishsam, tez hozir misol uchun pulimni ko'paytirsam, tez munosabatlarni yaxshilab olsam, bo'ldi, men zo'r hayotga o'taman deydi. Yo'q. Biz o'zi tak zo'r hayotda yashayapmiz. Da, Xudoga shukr. Yaxshi davrda yashayapmiz. Faqat buni ko'rmaymiz, his qilmaymiz. Biz tak pul ko'p davrda yashayapmiz. Biz tak sog'lom, yaxshi bo'lgan bodri davrimizda yashayapmiz. Lekin buni ko'rmaymiz. Nimaga? Asl menimizni tanimaymiz. Programmada yashaymiz. Dildor opa, meni ikkala ko'kragimda o'sma fibriomalar bor. Oldirganda yana ko'payib ketdi va yaqinda yuragimda ham o'zgarish ketyapti deyishdi. Bu ham ayollik energiyaga bog'liq joyi bor. Yo'q, hech qanaqa ayollik energiyasiga bog'liq joyi yo'q. Siz shundoq ham ayolsiz. Bu energiyaga bog'liq joyi yo'q. Bu именно ключевой, ya'ni ildiz bilan bog'liq narsa bor. Ayollik ko'kragi qaysi taraf? Ikkala taraf ekan. Ham erkak taraf bilan konflikt bor, ham ayollik, ya'ni farzand bilan konflikt bor. Mana shu ikkita konflikt aniq nuqta bo'ladi. Aniq qanaqadir vaziyat bo'ladi. Aniq qanaqadir proses bo'ladi, o'sha proses yoqiladi. Bu shu erkak bilan bog'liq, farzand bilan bog'liq. Mana shu aniq nuqtasini psixosomatika degani shu narsa. Ya'ni psixosomatikada stressdan men kasallandim degan narsa bo'lmaydi. Yoki qanaqadir qiyin vaziyatdan, qiyin hayotdan kasallandim degan narsa bo'lmaydi. Nuqta narsasi bo'ladi, aniq nuqtali narsasi bo'ladi. Ya'ni ildizi bo'ladi shu an. U individualniy narsa bo'ladi. Sizga tegishli narsa bo'ladi. Shuni ishlasa kasallik tuzaladi. Bu psixosomatika. Men psixosomatikada GNM bilan ishlayman. Germanskая новая медицина. Internetda ko'rib chiqsanglar, bilasizlar, что такое germanskая новая медицина. Psixosomatika bo'yicha. Bu doktor Hammer izlanilgan anaqasi yo'nalishi va psixosomatikasi. Shu doktor Hammer bu psixosomatikani o'zini patsientlar bilan, birinchi o'rinda o'zi bilan ishlab, patsientlar bilan ishlab, germanskая новая медицина bo'yicha kasalliklar, ayniqsa mana rak, yaqinda bitta yana video ko'rdim. Va o'quvchilarimga tashlab beraman deb kasallik, misol uchun rak kasalligini ximiya bilan yoki qanaqadir dorilar bilan tuzatib bo'lmaydi. Faqat psixologik o'sha aniq ключевой nuqtasini topsa, ildizini topsa, kasallik tuzaladi degan bir подтверждениеni, aniq подтверждение berganini videosini ko'rib qoldim-da.
Поэтому psixosomatika shunaqa narsa, stressdan bo'lmaydi. Aniq qaysidir vaziyatdan bo'ladi. U vaziyat faqat sizga tegishli bo'ladi. Shuni ishlash kerak. Mani o'zimda psixosomatika bo'yicha judayam ko'p kasalliklar tuzalgan keyslarim ko'p. Iltimos javob bering. Nimaydi? Tovushim kelmayaptimi? Yozib oling. Nimaga javob bering? Menda qo'rquvli ko'p. Nima qilsa, qanday qilsa u yo'qoladi. Qo'rquvni yo'qotish kerak emas. Bunga konsultatsiya kerak. Qo'rquv bilan yuzlashish kerak. Qo'rquvni yo'qotishlik kerak emas. Uni anglash kerak. Bir necha etapda ishlanadimi yoki bir martalik bilmadim. Bu sizni holatingizga bog'liq. Qanchalik siz buni anglab, his qila olib, hayotingizga targ'ib qila olasiz. Yaqinda bitta reels ham qo'ydimda, rakni tuzalgani to'g'risida. Bu rakni tuzalgani, bu mani кейsim emas. Mani o'zimni кейsimda mana shu ko'krak saratoni diagnoz qo'yilgan rak kasalligiga podozrение qo'yilgan ishlaganman. Даже rakka podozrение matkada ham rak diagnoz qo'yilgan qiz bilan ishlaganman. Bitta konsultatsiyada уже этот protsess полностью rakka ketgan, lечение полностью bo'lgan. Da, biz misol uchun konsultatsiyada ishlaganmiz, keyingi borganda rak diagnozini olib tashlagan. Endi ko'rasizmi, bu men sababli bo'ldi deb aytolmayman. U inson bilan ishlaganman. Men bitta konsultatsiya yetganda. Dildora degan qiz edi. Qarang. Yaqinda ham shu Instagramimga reels qo'ydim. Ayol kishi rak bilan kasallangan, unga rak diagnozini qo'yishyapti. Bilasizlar, har xil stadiyasi bo'ladi uni. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi stadiyalari bo'ladi, da. Anglagan, что u eri bilan, farzandlari bilan juda ko'p muammolar bor, bog'liqlik hissi juda kuchli. Mana rak. Da, rak deganda уже balkim shu o'lim stadiyasi уже bo'ldi. 4-stadiyami shu bo'ldi. Sen уже yetib kelding, senga qanaqadir 1 oy, 2 oy yoki 1 yil qanaqadir уже vaqt qo'yishyapti-da. Shunaqa paytda ishlagan, anglagan, chunki просто uzilgan. Da, yo'q, men оказывается hech kimga bog'liq emas ekanman deb bunga juda katta ishonch kerak. Juda katta uzilish bo'lishi kerak-da. Полностью tuzalgan. Rak полностью восстановление bo'lgan. Поэтому bu jarayon. Sizni psixikangiz buni qanaqa qabul qiladi? Sizni psixikangiz qanchalik o'zgarishga tayyor? Sizni psixikangiz ong darajasi qanaqa etapdaligini men bila olmayman. Buni faqat men konsultatsiyalarda bila olaman. Bitta qizni ham bugun ko'rdim. Rak diagnozini qo'yishgan, odamlar qo'rqadi-ku, ama ishonmaganman deyapti. No, u hozir 5 minutlik, tam, 1 minutlik reels deyapti. Men ishonmaganman. Lekin mana shu men ishonmaganman degan protsessning orqasida juda katta uni mehnati turadi. Tushunasizmi? Ongli mehnati turadi. Поэтому bu protsess. Menga ham aytgansiz, operatsiyasiz tuzalasiz deb. Men baribir ishonmay operatsiya bo'lganman. Hozir yaxshiman. Baribir depressiyada siz bilan ishlaganman. Da, qo'rqqan bo'lishingiz, Durdona eslolmayman sizni. Qo'rqqan bo'lishingiz mumkin-da, mana ishonch, bitta konsultatsiya kam bo'ladi bunaqada. Mana hozir agar Durdona yozayotgan bo'lsa, bitta konsultatsiya kam bo'ladi. Tushundingizmi? Yana kerak bo'ladi konsultatsiya, yana kerak bo'ladi konsultatsiya. Men o'zim appenditsit bo'lib qolganman-da. Shu paytda даже appenditsitdan bo'lmaganman men. Kulgilida. Lekin appenditsit degan
KGB kasallikdan juda kuchli qo'rqaman. Unda men hali psixologiya demasdim. Umuman psixologiya nima, ong nima, programma nima, bu narsalarni tushunmasdim-da. И qonim og'riyapti deb men больницаga borganman-da. Больницаga borganimizda appenditsitga ular ham ikkilanyapti. Ular ham podozrение qilyapti appenditsitga, lekin qo'yib yubora olmayapti meni. Chunki appenditsit bo'lmasligim ham mumkin deyapti-da. И men ham bu yoqda qo'rqyapman appenditsitman deb aytganida, и shu bilan birga ketgani ham qo'rqyapman. Rosa o'yin qilganman o'sha yerda. Doktorlar ham tushunmayapti. Aniq bitta davay всё appenditsit deb ham tayyorlanamiz yoki qon ham olyapti, hamma narsa ham olyapti, ko'ramiz, kutamiz deyapti. Bir sutka kutganmiz. Bir sutka. И mana shu joyda baribir meni qo'rquvim kuchli bo'lgan. Tushunasan? O'chib qoldimmi? Shahlo o'chib qoldimmi? Yo'q. Meni qo'rquvim kuchli bo'lgan. O'sha больницаdan men chiqib ketishim mumkin edi. Просто qornim og'rib chiqib ketishim mumkin edi. Tushunasizlar? Lekin meni qo'rquvim appenditsitman degan fikrimga ishonchim kuchli bo'lgani uchun doktorlar aytgan, bo'ldi, уже hech qanaqasiga chet poylamaymiz. Appenditsitmi, bo'ldi, demak bu appenditsit. Потому что ham qonim og'riyapti deyapman, ham tushunmayapman o'zim ham. Tam hammani san ham jinni qilib yubording, biz ham jinni bo'lib ketdi, seni kutib, всё bo'ldi, operatsiyaxonaga olamiz deganda borgan, menga narkoz bergan, sразу appenditsit olib tashlagan. O'sha paytda keyin men narkozdan chiqqanimdan keyin operatsiya bo'lganimdan keyin appenditsit ekanmanmi desam, nima deydi doktor shu paytda menga? Chunki u olib tashlab bo'ldi appenditsitni, tushunasizmi? Ha, appenditsit ekansan degan. Tushunasizmi? Вообще kulgilida. Поэтому bu sizni ishonchingiz qadar. Ishonmayotganingizni demak ishlashingiz kerak. Bu просто programma. O'sha paytda men agar Diluni bilganimda, tushunganimda, anglaganimda, balkim o'sha operatsion xonadan chiqib ketgan bo'lardim. Men oxirigacha appenditsitman deb turganman, baribir aqlimda o'sha kuchlilik bo'lgan. И doktorlar meni operatsiyaga olib kirib ketgan. Вот так всё работает. Shunaqa. Ovoz zo'r. Yo'q, dovushim kelayotgan ekan, просто boshqatdan kirib chiqishingiz kerak. Shu qizlar, bo'lmasam, savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring administratorimga, nima ishlamoqchisiz, nima anglamoqchisiz? Nima Alloh tushundingiz? rozi bo'lsin Dildor opa. Zo'r bo'ldi. Da, bo'lishinglar, chunki boshqa qizlar ham sizlarni anglashlaringlarni ko'rib, ular ham eshitishadi. Chunki biz mana shunaqamizda, foyda qidiramiz. Aql faqat foyda qidiradi-da. Sizlar ham sababchi bo'lib qolasizlar. Albatta, shuncha narsa berdingiz, atvetdan bo'lishi kerak. Unga rahmat kattakon. Da, bu, конечно, o'zinglar uchun bo'ladi. Bu men uchun bo'lmaydi. Har kim qilsa o'zi uchun qiladi. Bu efir ham men hozir o'zim uchun qilmayman, sizlar uchun qilmayman. Просто biza aql foyda qidiradi-da. Keyin pul haqida bo'lsa, "Voy, qani bitta eshitdik" deydi. Uyg'onib qoladi. Sizlar sababchi bo'lsa, xayrligi sizlarga bo'ladi. Keyin yoki nimadir haqida gapi, "Voy, mana anglash bo'ldi, minnatdorman" deb sizlar o'zingizga aslida foyda qilgan bo'lasizlar-da. O'zingizga mana shu minnatdorchilikni anglashni bergan bo'lasizlar. Kimdir o'qiydi-da, o'zinikini kiradi, eshitadi, o'zinikini tushsa, sizlarga 2 barobar ko'payadi. Shuning uchun men ham shundoq bo'lishaveraman. Hamma narsam. Chunki men qo'rqmayman. Mana konsultatsiyamga kelmaydi, kursimga kelmaydi, misol uchun darsimga kelmaydi. Yo'q, baraka sizlarda emas. Baraka menga Allohdan o'zi berilib bo'lgan. Men o'shani yo'lini qilaman xolos. Tushunasizlarmi? Biz mana shu tarzda kengayveramiz. Всё, qizlar, rahmat, пока. Mani parkovkam ham bo'shamadi.